Assalomu alaykum. Bugungi seminarimizning asosiy maqsadi Prezidentimizning 210-sonli qarorlari bilan mustahkamlangan. Ya'ni ushbu qarorda asosi tadbirkorlik loyihalarini qo'llab-quvvatlash orqali yoshlar bandligini ta'minlash. Ya'ni biz hozir shu qarorni ijrosini Aloqa bankda qay tartibda sizlarga yetkazib beramiz. Bu haqida bugun seminar o'tamiz. O'zi bu qarorimizni maqsadi 2026-2028 yillarda qamrab oladi va ushbu yillar davomida 3 mingdan ortiq yangi yosh tadbirkorlarni biz ushbu kredit mahsulotimiz bilan qamrab olishimiz kerak. 100 mingga yaqin qo'shimcha ish o'rinlari yaratib berishimiz kerak. Va ushbu qarorimizni asosiy shartlari shundan iboratki, ushbu kreditni oladigan yoshlarimiz 18 yoshga to'lgan, 31 yoshdan o'tmagan yoshlar tashkil qilish kerak. Ushbu kreditimiz bo'yicha 300 million so'mgacha bugungi kunda kredit ajratib beramiz. 100 million so'mgacha kasblik yoki sug'urta asosida, 100 milliondan 300 million so'mgacha bo'lsa qo'shimcha moliy garov asosida beriladi. Bunda 2 yilgacha asosiy qarz to'lovidan imtiyozli davrga beramiz. Bunda biz kredit ajratib beradigan sohalarimiz sug'urta va kafillik asosida 20 million so'mgacha bo'lgan kredit yoshlarimizga xorijga va raqamli texnologiyalarni o'qitishga ajratib beramiz. Ijtimoiy tarmoqlardagi marketing faoliyatini rivojlantirish va onlayn do'konlarda yana ko'paytirish maqsadida 50 milliongacha yoshlarga kredit beramiz. Va bunda kafanachilik, to'qimachilik faoliyatiga bo'lsa, unda ham 40 milliondan 50 million oraliqda beramiz. Va bundan 100 milliondan 3 milliongacha garovli kreditlarimiz tarafdan beriladigan bo'lsa, asosan sayrgoh, turistik maskanlarni jihozlashtirish, ya'ni asosan turistlarni jalb qilishga e'tiborimizni qaratamiz va qo'shimchasiga avtotransport vositalarida yo'lovchilarni tashish va yuklarni yetkazib berish loyihalari uchun ham 300 milliongacha imkoniyat beramiz. Bemalol bu kredit mahsulotlarimizga qiziqishlaring bo'lsa, shu kreditdan foydalanib ko'radigan demoqchi bo'lsalaring, o'zlaringga eng yaqin bo'lgan aloqa bank shoxobchalariga borsalaring, yana ham sizlarga to'liqroq ma'lumot berishadi. Salom.